Samolyotimisan samolyot ekan вообще. Yangi shekilli. Qachondan bizning joylarda uchar ekanmiz. Qaqaya bor ekan. Ana fantastik turk degani o'xshar ekan, borib uchadigan. Kumush syotka shunaqa. Onamga keldim. Shaharlarda mashinalarning hammasi qimmat mashinalar, uylar ham normal, luxuryga o'xshab ko'rinyapti. Keyin ranglar ham bor, boy rangda qandaydir, tinch, boy shahar ekan. Hozir sovuq qoldi. Odamlar ham kam shekilli shunga. Shahar vahshi. Ketayotgan joyimda nima ko'rib qolganlarimni qarang. Hamitda soat sotar ekan. Men Hamilton o'zi oldimdan chiqib qolmasin deb yuruvdim, chiqib qoldi-yu. Va nima bo'ldi bu? Hamilton Morf. O'zi olmoqchi edim. Nasib qilgan ekan shu paytga, aynan Shvetsariyada. Xudoga shukr. Namaydi ko'pim qarang. Boy shahar deganiga yana bitta spot. Hamma joyda Genesis, G-Wagen, Porsche. Yana qaysi xullas qimmat mashinaning bari shu degan. Ovqatlandim hozir. Ovqat narxi ham Koreyadan 2 barobar kelar ekan borib. Oyliklar ham shunga yarasha bo'lsa kerak. Mana bu Shvetsariyaga o'xshayapti. Chiroqlar sariq ekan, ha? Ko'zni dam oldiradi. Ko'chaning oxiridagi qanaqadir bino ekan. Odam aktyorsiz-ku bu tomonda. Mana bu yerda ham har xil soatlar bor ekan, bor-ku. Men bilmaganlarim ham ko'p ekan, bor-ku. Boris. Yo-mayo. O'z bu ko'cha umuman dunyo bo'yicha mashhur shekilli-da. ChatGPT shuni aytayapti-yu. Короче, Hatta Genesis bor ekan, Cadillac'ni do'koni bor ekan. Qimmat nima bo'lsa hamma shu yerda bor ekan, xullas. Lolalar titriy ekan, bor-ku. Haqiqiy. Shu qimmatlashgan sari ismini aytib bo'lmasligi kerak-ku, aytadi-yu. Yerda ham bor ekan. Klya bir bola. Короче. Ana endi Shvetsariyaga kelganday bo'ldim. Mana ko'chani qarang. Mana shuni dizayni kimdirgadir yoqmaydi-da. Qilich-ku, qilich. Ko'chani qarang. Boshdan ko'rpacha solib yotsa bo'ladi. Yashagisi keladi odamda bunaqa joyda. Umuman olganda men tasavvurim bo'yicha mana bu yerda umuman bayroqlar turishi kerak edi. Anaga o'xshagan. Shunda vaqti chiroyli turardi. Sovuqda sayohatga kelgan meni aybdormi yo bularmi? Ultra bosib yuboramizmi? Ha? Qanday bo'larkin-a? Faqat chiqqaniga ancha bo'lib qoldi. Ular metrosi qiziq ekan, tramvay. Bittasi to'xtasa, chiqib oldindagisiga o'tib minib olar ekan. Eshigini qarang. Knopkasini boshda ochilar ekan, bosmasangiz yopiq turar ekan. Transport kartangiz bo'lmasa ham chiqib ketaverar ekansiz, ammo lekin mumkin emas ekan. Tutib olsa jarimasi bor ekan. Men aytgan bilan baribir ko'rgan boshqa avtobus tok bilan ketyapti. Tepadagi simlarni qarang. Shvetsariyada kechqurun romantika. Hech kim bir-biriga signal chalmaydi. Qarang. O'tib ket, to'xtayapti, qarang. O'tib ket. Hech kim olsa yurgan yo'q. Hamma kelib to'xtagan edi. O'ta yashash uchun zo'r joy ekan, to'g'risi. Sayohat uchun emas, yashash kerak ekan bu yerda. Xullas, toqqa ketyapmiz. Hali bir yeri bormaydigan o'xshaydi. Yana 1 soatcha yuramiz. Kun yorishib qoldi.
uchadiganlarni olib ketib uchamoqchi bo'lyapti. Naryoqda okalar. Go'zalligini sovuq ekan lekin. Wow. Dahshatmi? Hozir o'sha sharsharaga boramiz. Buni qarang. Tog' borgan sari kengayib, kattarib boryapti. Hali uzoqqa o'xshaydi. Balandligini qarang. Wow. Yozda bitta sigirlar yurardi. Videoda ko'rganimda. O'ta ulkan ekan to'g'risi. Wow. Juda ham bahaybat. Mana yerda yozib qo'yilgan. Qanday joyligi? So that's the second leg of the other. Buni qarang. Wow. Dahshatku. Wow. Odamlar ko'rinyaptimi? Qanaqa kichkinaligini qarang. O'ta baland ekan. Bu tog'lar har yerda o'sishi ham kerak qanchadir. Qarasa odam boshlaydi. Voy. Shu joyda bir ro'zingiz hech kim yo'q. Yana mana sovuqda temir sovuqda sinib ketadimi deb o'ylaysiz. Qo'rqinchli ham bir tomoni bor-ku. Va buni qarang. Wow. Ta'rifga til ojiz. Balandligini shunaqa joyda. Issiqqina ovqatga nima yetsin. Yozda kelib qo'y boqsangda shitlarda zo'r joylar bo'lsa kerak, yozda ham yashil bo'lib. Mana qarang. Bu ishni qilayotganimga qamalib ketmayman deb umid qilaman. Qor ko'chib ketmasa kerak-ja. Oh. Doim bitta yurib ko'ramiz. Qo'l sovqotar ekan lekin. Yomon qilyapti-yu. Voy, zo'r joy ekan, voy. Wow. Tushimmi o'ngimmi? Soy ishini. Brat uchib ustida endi narsasini yig'ishtirib shu yerdan uchib tushmoqchi shekilli.
qorda uchgandan ko'ra havoda uchib tushgan yaxshiroq emasmikan? Kameraga sig'mayapti, borku. Tepada odamlar yuribdi. Ichkarida suvenir sotadigan joyi bor ekan. Shved pichoqlari. Ham bitta Victorinox bor ekan. Kristallarga qiziqadiganlar bo'lsa, bu yerda har xil bor ekan, kichkina katta. Har xil kolleksiya qilishga. Bitta ketyapti hamma. Bitta. Shunaqa gaplar. Bu joylar umuman ertakka o'xshar ekan. Bu haqiqiy kino bo'ldi, lekin ko'chani qarang, chiroylisimi? Dahshat. Biz o'sha joyni topdik deydi-yu. Topmadim, lekin keldik mana. Xuddi ana bu maktab tugagandan keyin 2-3larda uyga qaytasiz-ku. Shunaqa havo bo'lyapti-da, shamolsiz, issiq, qorlar erimay turibdi. Jimjit. Mana o'sha mashhur to'nka. Hamma shu tekka bir rasmga tushadi-yu. Vau. Buni qarang. Juda bahaybat. Kekkagan tog'lar deydi-yu. Pastlik. YouTube'da Muhammad Ali Ishonqulovning ikkita videosi bor, shu yerda olingan, Shveysariyada. Shuni ko'rib motivatsiya oldim, xudo xolisa boraman deb. O'zi 2 oy oldin aniq emas kelishim, bilmasdim. Hozir mana o'sha ko'chalar to'r molga qara deb so'kish eshitib, bunday molxonaga tushib ishini qilarmikan bular ham? Juma kuni ertalab qarindoshlar gruppasida juma muborak deydi-yu. O'sha manzara. Bolalar mazax o'ynab yuribdi-yu. Bularga mazza yeganda, tomini ham quramas ekan. 주문해 주셔서 감사합니다. 네, 안녕히 가십시오. 와우, 샤샤한 마운틴이나 가네. O'zi yetib kelgandan keyin poyezdda bu tomondan ham chiqib borsa bo'lar ekan. Faqat men narigi sharchani ko'rib, avtobusga o'tirib, narigi tomondan chiqib borimman. Ustida poyezd bordi keldi qilar ekan. Bu yoqqa bilet olib chiqib, nariga borib yana tepaga chiqqandan ko'ra narigi tomondan bittada chiqib tushishga bilet olgan yaxshi ekan. Lauterbrunnen. Yozda shunaqa go'zal bo'lsa kerak. Kuzda. O'zi qishda chiroyli kamera bilan yaxshi joyga turib olsa shunaqa chiqadi baribir. Bu yoqdan poyezd tushib kelyapti. Ovqatlanadigan joyi ham yo'q. Faqat supermarket bor ekan. Supermarketda o'tirib ovqatlanib bo'lmas ekan. Qornim ochib ketdi. Endi Shveysariyaga kelib turib pishloq yeb masdan ketsak bo'lmasa kerak. Pishloq yeb ko'rish kerak, baribir to'g'rimi?
bitta test qilib ko'ramiz. Hozir qayerda men yomon joyda emasman. Metroga, poyezdga chiqadigan joyda пересадка qiladigan yo'ldan o'tiribman. Muzdek temirda ustida. Ko'cha sovuq ekan. Tam yo'q. Yong'oq juvib qopti. O'g'rilarni ko'rinyaptimi? Yong'oq dam kelyapti. Просто sir. Yong'oq esa juvib qopti, erib suv o'tib qopti. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Yong'oq bu bilan bo'lganda shunaqa bo'lib qoladi tabiiy. Kelinglar qishloqqa. Amakam tepaga odam chiqaradigan kasbda ishlar ekan. Yod to'g'ri, yana 1 soat kutishim kerak. Bu yoqda coffee shop, ovqatlanadigan joylar bor ekan. Ochig'i yo'q. Umuman hammasi yopiq. Hammasi bir tekis yopiq. Odam ko'p bo'lganidan shu ovqatlanadigan joy yo'q umuman. Faqat shu yerda supermarket bor. Supermarketdan ovqatlanib turib, ovqat olib turib, xonangizga borib yesangiz bo'ladi. Mehmonxonalar bor. Hozir Shveysariyadan Germaniyaga ketyapman. Poyezddan. Poyezd ichida oshxonasi bor ekan. Narsa sotib olib, yeb turib, nayada o'tirgan joyingizda ham yesangiz bo'ladi. Bu yerda restorani ham bor. Ular hamma narsasi bor ekan. Bitta shu zo'r ekan hamma narsasi to'g'risi. Bu tomoni mijozga xizmat ko'rsatish shunaqa zo'r emas ekan. Mijozlarga qo'yib qo'ygan joyi bor ekanda to'g'risi. O'ta sekin xizmat ko'rsatar ekan. Вообще sekin. Poyezd yurishi ham sekin. Qancha yozib qo'yilgan Frankfurt. Yetib keldik. Mayda boradigan odamlarda o'rindig'iga yozib qo'yishar ekan. Qayerga boradi, qayerga tushadi, qayerdan chiqadi. Keyingi odamniki ham chiqib turar ekan, zo'r ekan. Xullas, Frankfurtga yetib keldim. Boya gapirmoqchi bo'lgan gapimni ayta olmadim. Bitta narsani sotib olmoqchi bo'lsangiz, sotuvchi mijoz bilan gaplashayotgan bo'lsa, sizga e'tiborni umuman qaratmas ekanda. Вообще farqi yo'q. U bilan umuman ishini bitirgandan keyin 5 minutni kutib turasiz. Hamma joyda ham emas, ko'p joyda shunaqa ekan. Keyin sizga e'tiborni qaratar ekan. Umuman o'ylab qarasam hozir ertalab uydan chiqib turib velosiped Uberdan mana bu nima skuter haydab turib bu yoqqa poyezdga keldim. Yana samolyot, yana metroga tushish kerak. Shu faqat kemaga chiqmadim, xolos uyga borguncha hamma narsaga chiqar ekanman-da. Meni MBTI'm katta P bo'lganligi uchun to'g'risi umuman avvaldan tayyorgarlik ko'rmasdan kelganman. O'zi bu yoqqa kelishda soqol oladigan, shchotka, sochcho'k, nima, shunaqa kerakli narsalarni hammasini olib kelish kerak ekan. Kamerani qarab. Koreyada, Yaponiyada yursangiz, bunaqa narsa olmasangiz ham bo'ladi-da. Lekin bu yoqqa olib kelish kerak ekan. Men prosta izlanmaganim uchun, ko'rmaganim uchun, qidirib bilmaganim uchun o'sha narsalarni sotib olishga to'g'ri keldi. Nechivoyu, prosta olib kelganimda ham qulayroq bo'lardi, arzonroq chiqardi. Qo'shimchasiga yana aeroportdan uyga borishlar, taksi minib boradigan bo'lsangiz, ancha qimmatga tushar ekan. O'shalarga ham hisobini olib, qanday borishlarni yaxshilab ko'rish kerak ekan. Sizlar men aytmoqchi bo'lgan gaplarim, kelmoqchi bo'lgan insonlarga kimdir bizni meni ko'rib, videoyimni o'zidan motivatsiya qilib boraman deb niyat qilgan bo'lsa, men xursand bo'lardim. O'zi Muhammad Ali Eshonqulov aytgan shu gapni men o'shandan ko'rib xudo olsa deb niyat qiluvdim-da. O'sha gap. Ko'ramiz.